Necha kilosiz aka? Taroziga chiqdingda, brat. Nimaga qiziqyapsiz? Hozir chichkana kirib ketyapsizmi? Qarang aka, chichib chiqasiz. Chichishingizni oldin ko'ramiz necha kiloligingizni, chichganingizdan keyin necha kilo chiqishingizni ko'ramiz. Qarachi? Yo'q, rosa qiziq, siz taroziga tushirish mumkin. Bo'ldi, turingchi aka. Turing, pastga qo'ying. Akalar ko'ringlar hozir chichishidan oldin necha kilo chichgandan keyin. Teskari turib oldingiz. Taroziga tushirish. Tezroq chiqing. Trakmasi bu chichorgani ham yo'q aka. 77 kilomi? Voy, bilay, 10 kilo ozibman bilan. Qarachi, 77 kilo chiqdingiz. Chichganingizdan keyin ko'ramiz necha kilo chiqasiz aka. Qayeringiz ushlayapsiz? Yopishib qoldimi soningizga? Umrimda bunaqa chichiyotgan odamni kutmaganman, qachon chiqar ekan deb. O'zimni chichkim kelsa ham. Qaysi o'yin kim biladi? Zo'r temani obsujat qilyapmiz-a? Chichish. Eng qizig'i rostdan ham qiziq bo'lyapti-da, qancha chichishi. Undan ham qizig'i bitta menga emas, mayda meni ko'ryap turgan minglab odamlar hozir qalbida qancha ves chiqadi ekan, qanchaga kamayadi ekan deb ich-ichidan qiziqib turishibdi hozir bilan. Va nihoyatda Timur aka, faqat chishdingizmi yo boshqa ishlar ham bormidi aka tualetda? Qani? Ko'raylik qancha chiqqaningizni. 77 vojalar gram yo'q bilan bilgan ekan. 900 ham qanchaligini bilasiz? Hisob kitobda. Har doim hisoblab yurasiz shekilli. Yana yopishib qolyaptimi aka? Aka to'xting, yoshlarga nima maslahat berasiz endi? Maslahatim qancha chichishlaringizni hisoblab yuringlar. Opa, vojalar, mana vashi 80